Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi hamda O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi tomonidan 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Yashil kelajak barcha millatlarning umumiy maqsadi shiori ostida qator tadbirlar tashkil etildi. Dastlab O'zbekiston Ekologik partiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Shundan so'ng Milliy madaniy markazlar pavilyonida turli millat va illatlarning madaniyati, tili, urf-odati va qadriyatlarini namoyish etuvchi ko'rgazma ishtirokchilari e'tiboriga havola qilindi. Tadbirda aynan qo'mita hamda ekologik partiya o'rtasida bevosita hamkorlikda kelgusida aynan ekologik muvozanatni saqlash va yashil maskanlarni kengaytirish borasida hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar kelishib olindi va o'tkaziladigan ekologik forumlar, tadbirlar, aksiyalarda yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan turli milliy madaniy markaz faollarini ham keng jalb qilish masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston Ekologik partiya Markaziy kengashi, Millatlararo munosabatlar qo'mitasi, do'stlik jamiyatlari, milliy madaniy markazlar rahbarlari va faollari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Unda so'z olganlar so'nggi yillarda mamlakatimizda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni mustahkamlash, umummilliy birlashuvni kuchaytirish, shuningdek xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan inson qadri, millatlararo totuvlik va ekologik barqarorlik bo'yicha fikrlar aytildi. Tadbirimizni asosiy mazmun mohiyati ham prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston 2030-yilgacha aholining ekologik madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Mazkur konsepsiya doirasida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan turli davlat organlari, tashkilotlar, ta'lim muassasalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolab kelindi. Maqsad mana shu jamiyatni barcha qatlamlarini, atrof muhitni muhofaza qilish, ekologiyani muhofaza qilishga qaratilgan. Qo'mita bilan imzolagan memorandumimiz ham aynan ushbu yo'nalishda hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan hisoblanadi. Milliy madaniy markazlarning havaskor jamoalari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar ham namoyish etildi. Bir daraxt, bir do'stlik, bir nafas umumiy hayot shiori ostida ramziy daraxt ekish aksiyasi o'tkazildi. Unda barcha faol qatnashib, yashil bog' yaratishga hissa qo'shishdi.